Uylari nega bunchalik tutilgan deb o'ylamanglar. Bir haftadan beri onamlarnikida ishlayapman, tikyapman, bichayapman, shu uchun charchab qolganman. Yakshanba kuni onamlarnikiga bormasdan uylarimni uborka qilaman dedim. Xo'jayinimdan ishlash uchun zo'rg'a ruxsat oldim. Baribir ishlab yurgan odamni uy yutvoray deydi. To'g'risini aytsam, ishlarim ancha to'xtagan edi. Tikishim, bichishlarim, bozorga borishlarim ancha kamaygan edi. Bu orada men juda ham ko'p o'yladim. O'qigim keldi, kiprikga o'qimoqchi bo'ldim, salonchilikga o'qimoqchi bo'ldim. Xo'jayinimni ko'ndirish uchun rosa harakat qildim, lekin ko'nmadilar. 3 kun yuvilgan kiyimlarni taxlolmadim. Uyim shunchalik bardak bo'lib ketdiki, zakazlarim bor, tikadigan narsalarim bor. Lekin ish emas, oilani birinchi o'ringa qo'ydim. Xo'jayinimdan gap eshitmasligiga, ishimdan chiqarib olishini xohlamasdan yakshanba kuni o'zimga dam berdim. Nega ishlaringizni ertalabdan boshlamadingiz, obedgacha qilolmadingiz deyishinglar mumkin. Ertalab turib Abuzaxiga yuk topshirib kelganmiz. Muhammadimni Oyijonga tashladim, Yasminamni o'zim bilan oldim. Yasmina xoyida bo'lganda o'zim bilan hamma joyga olib boraman. Ko'pchilik tanishlarim nega отдельно yashamaysizlar deb savol berishadi. Даже Oyijon, Adajongilar ham bizani отдельно chiqarmoqchi bo'lishdi. To'g'ri, o'zim uyim bo'lishini xohlayman, отдельно yashagim keladi, lekin qaynonamning yordami, ko'maklari bilan men shuncha ishga ulguraman. Hech qaysi oila ideal emas, hech qaysi oila tekis ketmaydi. Hamma oilada kelishmovchiliklar bo'ladi. Oyijon urushsalar, dakki bersalar, men juda ham bir xil payt xafa bo'lardim. Bu oilaga kelin bo'lib kelganimda ovqat qilish to'g'risi umuman bilmasdim. Osh qilishni Adajondan o'rganganman. Dangasaro, yalqovroq kelin bo'lganman. Yangi kelinligimda juda ham ko'p uxlab qolardim. 9-10 da turardim. Lekin Oyijonam, Adajonam umuman gapirishmagan. Jahl qilib, yomon gapirib hech narsaga erishmaysiz. Agar hozirgi aqlim oldinroq bo'lganda, Oyijon urushsalar ham, dakki bersalar ham, ish o'rgatsa ham, nima bo'lsa ham kulib turishga harakat qilardim. Yosh, yangi kelinlarga maslahatim, nima bo'lsa ham kulib tursanglar, har doim hayotda yutib ketasizlar. Arazlab, quvvatum shu qilib hech narsaga erishmaysizlar. Любой ishim bo'lsa ham ovqat qilishni 5:30 da boshlayman. Bir xil payt uy ishiga, ko'cha supurishga ulgurmay qolaman. Oyijon har doim menga yordam beradilar, ko'chani ham supuradilar, uylarni ham borka qiladilar. San qil, bu seni ishing, sen kelinsan degan narsani umuman aytmaganlar. Kechki ovqatga garov sho'rva qildim, Oyijon bilan maza qilib ichib oldik. Ovqat qilayotganimda Oyijon ikkita bolani ham olib ko'chaga olib chiqib ketdilar. Oldin rosa ham videolar olishga uyalardim. Ichimdan qo'rquv, hayajon bo'lardi. Video olsam Oyijon gapirsalarchi, urushib bersalarchi degan narsa bo'lardi. Lekin Oyijon to'g'ri qabul qildilar. To'g'ri, uyga bir xil payt yoyilgan bo'lishi mumkin, lekin bu degani shaltoq ekan degani emas. Men uylarni uborka qilayotganimda uyda hech kim bo'lmasa, shunaqa maza qilib ish qilaman. Nima qilay, bu xarakterda. Ko'pincha ishlarimni kechqurun 8 dan keyin boshlayman. 8 dan keyin rosa ham ish qilgim keladi. Kechasi bilan uylarni uborka qilgim keladi, yig'ishtirgim keladi. Hech kim menga tegmasa-da deyman. Eng glavniy ishim ovqat pishirib olish. Ovqatimni tayyorlab olganimdan keyin uborkamni yana davom ettirdim. Menga ham yoyilmagan, toza uyda yashash yoqadi. Lekin meni kichkina bolam bor. Yoyadi, titadi, nima qilay, bolamni yoshligini qaytara olmayman. Yasmina uyda bo'lganda shkafda bor kiyimlarini yerga tashiydi. O'zi bardak bo'lgan uylarni yana bardak qiladi. Yaxshi ham shu ayblashimga qizim bor ekan. Qizim bo'lmaganda kim aybdor qilardim? Chaqalog'i bor, kelinligi ham oson emas. Kechasi mazza qilib uyquga to'yib olmaydi. Kunduzi kuni bilan uyqusi kelib yuradi. Hech narsa abadiy emas. Bolamizni yoshligi ham o'tadi, ketadi. Ko'z yumib ochguncha katta bo'lib qoladi. Spalni teraskalarni uborka qilib bo'lgandan keyin hovlini uborka qilishga tushib ketdim. Kelin bo'lib kelganimga 4 yil bo'lgan bo'lsa, endigina 2 martagina islani oldim. Har doim islani Oyijon tozalab tashirdilar. Bu safar is yig'ilmasida o'zim tozaladim. Oyijon hayron kulib turibdilar. Ichlarida aytgan bo'lsalar kerak, uborka video olsa yaxshi. Olinmagan islar olinarkan deb aytgan bo'lsalar kerak. Islarni oldim, zinani supurib oldim, pollarni artib oldim. Xullas juda ham yaxshi kelin bo'ldim. Uyda ishlari ko'p, lekin ishni nimadan boshlashni bilmayotgan kelinlar bo'lsa, turib любой narsadan boshlab xohlasanglar video olinglar. Menga o'xshab qiziqishga video olsanglar, shunaqangi tez ish qilasizlar. Naqd 5 minut 6 sekund vaqtinglarni ayamay videoyimni ko'rganinglar uchun rahmat. Kimgadir motivatsiya bo'lgan bo'lsa, xursandman. 3 soatdan beri azvuchka yozyapman. Agarda qiyin bo'lmasa, malol kelmasa, serdichkani bosib qo'ysanglar, podpiska tashlab, kommentariy yozib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar menga juda ham muhim.
Hammaga rahmat. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman.